Hammalarga assalomu alaykum jigarlar. Sizlarga bugun bir yaxshi yangiligim bor. Ya'ni PUBG'ni ochganimdan beri niyat qilgandim o'zimning shaxsiy klanim bo'lishini. Va nihoyat jigarlar, men o'zimning shaxsiy klanimni ochdim va unga nabor ochilganligi haqida aytib o'tmoqchiman. Klanga qo'shilish shartlari juda oddiy jigarlar. O'g'il bola, qiz bola farqi yo'q, hamma birdek olinadi klanga. Qo'shilish shartlariga keladigan bo'lsak, device eng kam 45 yoki 60 FPS bo'lishi kerak. KD 4.5 hdan baland aktiv bomba ig'roqlar bo'ladigan bo'lsa qo'shilmoqchi bo'lgan. Ekraningizda ko'rsatib turgan ID raqamga klanga deb yozasizlar. Shaxsan o'zim tinay proverka qilib ko'raman. Xo'p, klanga qo'shilsak bizga qanday foyda, nima qilamiz deydigan bir ikkita aqllilarga aytdim. Negativ qachongacha rang ko'tarib yoki missiya bajarib o'ynamoqchisan? Jigarlar, meni bu klandan umidim juda katta. Sababi klanga ig'roqlar yig'ilganidan so'ng DM turnir uchun alohida, public turnir uchun alohida komandalar qilinadi. Sababi o'zim ikkala turnirlarga ham komandalarga invite olib beraman. Faqat menga yaxshi rezultat qilib bersa bo'ldi. Agar bomba rezultat qilib beradigan bo'lsa, men kerak bo'lsa o'zim pul beraman u yerga. Faqat rang ko'tarib yurmasdan rezultat qilish vaqti kelgandir deganlar. Shartlari ma'qul kelgan bo'lsa, sizlarni klanimizda kutib qolamiz. Hammalarga